Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa bugun 5-may seshanba kungi faoliyatimizda Kia Carnival mashinasini olib qo'yganmiz. Bu Carnivalimiz to'xtab turgan furani orqasidan borib urgan. Ayanchli o'ta avariya. Eng asosiysi ichida odamlarga ham shopirga ham ishni qilmoqda. Bu Carnivalda chap tomon eshik, ikkita oldi qanot, oldi kapot, televizorlar ketgan. Xadava sohalarda ham barkaladi ham mana. Olib korobkaga qadab qo'yibdi. Tag qismlari ham jahorob qolib kelib qopti. Barkalari egilib ketibdi. Buni endi motor sohalarini bilmaymiz, endi yechsa qancha nafasi bor, nima tarish ko'rib aytadi. Bu tomon balonlarni ham mana orqaga olib kelib, qanotga yopishtirib qo'yibdi. Salon holatlarida aerobaglar o'tgan. Rullarni ham o'rnidan sindirib chiqarib yuboribdi. Katta tezlikda oqibati bu. Shuning uchun yo'lda hushyor bo'linglar, akalar, o'ta ehtiyot qilinglar. Ish jarayonlarini qo'yib boraman, xudo xolasa kuzatib, like bosib, podpiska bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.